birin ketin o'tib borayotgan mashinalar orasida ikki kishining sharpasi kinolenta kabi ko'rinib ketyapti. Yo'lning narigi tomonidan ularni aniq-tiniq ko'rib bo'lmaydi. Gavjum odamlar sabablimi qiziqishim oshib bormoqda. Oxiri bo'lmadi. Gazetani buklab, palto cho'ntagiga suqdim. Uning hoshiyali tomoni cho'ntagimdan chiqib qoldi. O'rindiqdan uzoqlashdim. Svetofor qizil chirog'i yongandi. Serqatnov ko'cha bir zumda sekinlashdi. Signal ovozi boshlandi. Aftidan kimdir chorrahaga chiqib ketgan shekilli. Bu tabiiy hol bo'lib qolgan. Zebra chizig'ini bosgancha tortishayotgan ikki erkak oldiga yaqinlashdim. Tushlik payti bo'lgani uchunmi, yo'lakda turli yeguliklar ko'tarib olgan, kostyum shim kiyib olgan odamlar ko'zga ko'p tashlanardi. Janjalni qora tanli erkak boshlagan shekilli. Oq tanli, o'rta yoshlardagi kishi xotinini orqasiga qo'li bilan pana qilgancha ko'zi jovdirab gapirardi. Axir uzr so'rayapti-ku, undan yana nima istaysiz? Qo'lini osmonga shoxa qilgancha qora tanli erkak shunday javob qildi. Shunchaki uzr so'rash bilan qutulib ketadimi? Hoziroq borib yangisini olib bersin. Yonimda yetarlicha pul yo'q, kartam ham o'chirilgan. Bahona qilishni bas qiling. Anavi ko'chada musiqa asboblari do'koni bor. Boramizda yangisini sotib olamiz. Yoki istamaysizmi? Nega unaqa deb o'ylaysiz? Rafiqam bilmasdan sizni turtib yuborgan. Atayin qilgani yo'q. Shu uchun bosiqlik bilan bu muammoni hal qilishni istaymiz. Bugun Wall Street ko'chasidagi Emily tamaddixonasida chiqish qilishim kerak. Qora tanli erkak qo'l soatiga qarab olar ekan, tag'in yana tutoqib davom etdi. Qochishni hayolingizga ham keltirmang. Tushunarlimi? Shu orada men ham bir chetda turganimcha barchasini tushunib olganday bo'ldim. Oq tanli erkakning xotini qora tanli musiqachini ko'rmasdan turtib yuborgan va uning qo'lidagi qora chemadondagi saksofon tushib ketib, musiqa asbobiga jiddiy zarar yetgan. Endi esa yangisini talab qilyapti. Axir saksofonni tuzatishga vaqt yo'qligini har ikkala tomon ham yaxshi bilardi. Cho'ntagimdagi telefon birdan jiringlay boshladi. Alo, deyishim bilan narigi tomondan xotinimning bazur ovozi eshitildi. Artur, sevimli lab bo'yog'imni topolmayapman. Qanaqasidan ishlatishimni o'zing yaxshi bilasan. Yaqin soatda olib kelib ber. Qizimizni oldidan ketishimizni istamayapti. Men unga ma'qul deb bilib, ko'chada biroz ushlanib qoldim. Hoziroq borib, sen aytgan lab bo'yog'ini olib boraman. Aloqa tugadi. Yo'lak bo'ylab yurib, atir upa sotiladigan do'konni topdim va ichkariga kirdim. Sotuvchi qizga lab bo'yoqlari katalogini so'radim. U yangilangan katalog bugun kelganini aytib, qog'oz qutini olib, uni sekin ocha boshladi. Ortimda turgan va ichkari tomonida Open deb yozilgan eshik ustidagi kichik qo'ng'iroq jiringladi. Eshik ochilgani eshitildi. Sotuvchi peshtaxtaga orqa o'girgan holda hamon qutini ochish bilan ovora edi. Ko'tarilgan yoqam ustidan yonimga kelib turib olgan keyingi mijozga ko'z qirimni tashladim-u, qotib qoldim. U hali ko'rganim qora tanli erkak edi. Barchasi yana ravshanlashdi. Men ularni oldidan ketishim bilan o'rtada qattiq nizo chiqqan. Aftidan qora tanli erkak birinchi bo'lib mush tushirgan ko'rinadi. Musiqachi erkakning rangi butkul qora, ko'zi ostida esa zarba kuchidan ko'k jigar rang tusga kirgan ulkan dog' ko'rinib turardi. Yaxshi ish bo'lmabdi, dedim ichimda hamon unga tikilib turar ekanman. Hoy, menga qara, dedi erkak qo'lini stolga zarb bilan urar ekan.
Xo'sh xizmat janob. Sotuvchi qiz qo'rqib ketgan edi, chunki taraqlagan ovozdan yelkasi bir uchib tushganini payqagandim. Qanday xizmat? Qizning ko'zlari kattalashdi. Nima, ko'rmayapsanmi? Qora tanli erkak ko'rsatkich barmog'i bilan lat yegan joyiga ishora qilar ekan, bu turishda bugun konsertga qanaqa qilib boraman? Bu uchun bizda malham bor. Bir necha soatda shishni qaytaradi. Yo'q, menga malham kerak emas. Terimning rangiga mos pudra bersang bo'ldi. Ammo janob, bizda qora rangdagi pudra sotilmaydi. Senda bo'lmasa boshqa birovdan top. Erkak yana stolga bu safar oqish rangdagi kafti bilan qattiq zarba berdi. Istasangiz boshqa do'konlardan so'rashingiz mumkin. Bunday narsa bizda bo'lmaydi. Bo'lmagan ham. Sotuvchi qizning gaplarida rost gapirayotganiga o'xshash nimadir sezilib turardi. Nahotki bo'lmasa, nima? Oq rangdagi pudra bormi? Ha, agar istasangiz, qiz bir quti oq yuzli kishilar surtadigan upa solingan qutini erkak oldiga qo'yar ekan, ko'zlarini pirillatib qo'ydi. Demak, faqat shundan bo'ladi. Boshqasi o'zi bo'lmagan ham degin. Qora tanli erkak qutini qo'liga oldi-yu, sotuvchi qizga uloqtira ketdi. Bor yo'g'i 200 gram keladigan 2 buramali, ustida kulib turgan oq tanli erkakning rasmi bor idish shu qadar tezlik bilan havoga uchib devorga borib tegdiki, uni to'xtatib qolish imkonsiz edi. Idish ochilib ketdi-yu, havoga oppoq kukun tarqalib ketdi. Qiz o'zini olib qochishga harakat qilib, engashgancha telefon tomonga yugurdi. Barchasi tushunarli. U politsiyaga qo'ng'iroq qilmoqchi. Qora tanli erkak chuqur-chuqur nafas olgancha oppoq tishlarini g'ichirlatib, oyoq ostiga tupurdi-yu, eshikdan qanday tez kirib kelgan bo'lsa, shunday tezlikda chiqib ketdi. Sal o'tib, qulog'imga cho'ziq-cho'ziq politsiyaning sirena ovozi eshitildi. Bu paytda do'kondan lab bo'yog'ini olganimcha taksiga qo'l cho'zayotgan edim. Hikoya muallifi Shohrux. E'tiboringiz uchun tashakkur.